Xudo xolasa bugundan SPC 342 Kanadadan gilosimizni akalarimizga ko'chirib beryapmiz. Akalarimiz kelib o'zi mevasini ko'rib pishgan paytda kelib zakaz qilib ketishgan edi. Xudo xolasa bugun ko'chirib beryapmiz. Aka qayerga ketyapti? Andijon Jalolquduq Yorqishloqqa. Yorqishloqqa ketyapti. Yorqishloqdan gilos olganlar yaxshi biladi. U yerda ham gilos zo'r bo'ladi, kechroq pishadi. O'sha yerlarga mana kechroq pishgan SPC 342 namimizni beryapmiz. Olib kelib ko'rsatayman, mana ular mevasi bilan ekan. Birinchili mana ikkitalilar. Xudo xolasa zakaz qilib qo'yganlar yerlarni tayyor qilib, chuqurni ko'ylab, keyin kelaverasizlar. Mana shunaqa o'rnidan sizga ko'chirib beramiz. Farg'onali bog'bon kanaliga kim zakaz bergan bo'lsa, gilos boshqa ko'chat navlarini xudo xolasa chuqurlarni tayyor qilib kelaverasizlar. Biz zakazlarni tarqatyapmiz. 88 957 27 nomeriga aloqaga chiqsalaring, hozirda boshqa navdagi gilos ko'chatlarimiz sotuvda bor. Mana shunaqa holatlari yaxshi. Payvanddagi o'zimizning qora gilosga vishnaya bo'lgan. Agarda bu yil gilos ko'chati narxi jicha baland bo'lyapti, anaqasi mablag'i kamroq. Agarda qora gilos kerak bo'lsa, qora gilos yovvoyisi. Mana yovvoyisi bo'ladi. Tutmagani bularni ham o'zim payvand qolaman degan dehqonlar bo'lsa, yo'lida qilib beraman. O'rnidan olib ketaverasizlar. Svejiy ko'chirib beramiz mana shu qora giloslarni. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Videoga bitta like bosishdan chiqmasdan.